Hurmatli talabalar, bugungi mashg'ulotimizda hop kutubxona ma'lumotlar bazasiga ma'lumotlar kiritish uchun tayyorlangan formalarni tahrir qilish hamda ularga boshqaruv elementlari qo'shishni ko'rib chiqamiz. Demak, topshiriqning berilishi: birinchi, fondga kitob kiritish ekrani nomli formani konstruktor rejimida tahrirlang. Boshqaruv elementlari qo'shing. Ikkinchi, kitobxonlarni qayd etish ekrani nomli formani konstruktor rejimida tahrirlang. Boshqarish elementlari qo'shing. Uchinchi, kitob berish ekrani nomli formani konstruktor rejimida tahrirlang. Boshqaruv elementlari qo'shing. To'rtinchi, kitob qaytarish ekrani nomli formani konstruktor rejimida tahrirlang. Boshqaruv elementlari qo'shing. Demak, topshiriqni bajarilishi, demak, sizni e'tiboringizga havola qilayotgan video ko'rsatma yordamida bajarasiz. Demak, topshiriqni bajarishga kirishamiz. Va buning uchun demak biz o'zimizni kutubxona bazamizni ochib olishimiz kerak. Kutubxona bazamizni ochib olamiz hozir. Hop, mana aksesga kiraman. Mana kutubxona bazamizni ochib oldik. Mana kutubxona bazamiz, mana bizda nima qilingan formalarimiz, mana formalarimizni ko'rinishi. Mana bu yerda ozgina tahrir ishlar bajarilgan. Mana bunisida yo'q, mana tahrirlanmagan, oddiy turibdi. Bu ham oddiy turibdi, bu ham oddiy turibdi mana. Hozir men keling kitobxonlarni sizlarga ko'rsatib beraman. Shundan keyin qaytdik, mana buni ko'rsatib beraman sizlarga. Sizlar keyin shu asosda qolgan barcha 3 ta formani o'zingizlar mustaqil tahrirlaysizlar. Demak, buni tahrirlash uchun konstruktor rejimiga kirib olishimiz kerak. Demak, shu formani ochamiz mana bundoq. Bu forma rejimida turibdi hozir. Demak, mana bu yerga nomiga kelib turib o'ng tomonni bosadigan bo'lsak, muloqot oyna ochiladi. Mana bu yerdan konstruktor rejimini tanlaymiz mana. Konstruktor rejimini tanladik mana. Mana konstruktor rejimi. Demak, birinchi qiladigan ishimiz, demak, mana oblast данныхni mana bu joyda sal kattalashtirib olamiz. Biz mana sichqonchani mana shu olib kelsak, mana krest ko'rinish ko'tarib, shuni sal pastroqqa bosamiz. Chunki bu yerga boshqaruv elementlari qo'shamiz. Xo'p, endi mana buni belgilab olib turib, mana buni ham sal pastroqqa tushirib turib, hozir to'g'rilab mana sal tepa ko'taraman buni. To'g'rilab oldim. O'z joyiga qaytaraman buni ozgina yana. Endi mana buni men tahrirlashimiz mumkin. Men mana shriftini o'zgartiraman. Shriftini allergen degan katta bir shriftga o'tkazaman. Mana rangini endi keyin mana siniy ko'rinishga o'tkazib qo'yaman. Xo'p, undan keyin tekizlanishni o'rtaga qilib qo'yaman. Demak, mana buni kengaytirishim kerak bo'lar ekan. Mana formani qasida kengaytirsam, bu yoqqa sal tortib mana buni teng qilib qo'yaman. Sizlar bunda turib tursin, hozir bu yerga bitta rasm qo'yishimiz mumkin mana. Endi bu yerga mana kitoblarni qayd etish ekrani bo'ldi. Endi agar bizda kitobxonlarda rasm bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerga rasm qo'yishimiz mumkin. Uning uchun o'ng tomonni bosamizda, mana uchun demak, xo'p, konstruktor formaga kiramiz. Mana konstruktor formaga kirdik, logotipni bosamiz. Logotipni bossak, demak, nima bo'ladi? Rasm so'raydi. Rasm kerakli, demak, rasm bo'ladigan bo'lsa, demak, shu rasmni qo'yib olamiz. Xo'p, menda hozir bu yerda qanaqa rasm bor ekan? Mana kitobxonlarda rasmi yo'q ekan bu yerda. Xo'p, imagesda bor ekan, hozir ko'raysiz, o'zgartirsa bo'lar ekan. Kitobxonlar, mana kitobxonlar. Ok. Mana bu rasmni bu yoqqa o'tkazib, mana ko'tarib, bu yoqqa o'tkazishimiz mumkin. Chepda, oblastlarda. Kevacha qo'yib olaman. Bunga joylab olasizlar. Sal kattalashtirishinglar ham mumkin. Mana marhamat, kattaroq qilishimiz ham mumkin. Buni joyiga qaytarib qo'yamiz chiroq. Buni ham o'rtaga tekizlab qo'yamiz. Rasmni mana o'rtaga tekizlab qo'ysak bo'ladi mana. Xo'p, ana endi bu demak, zagolovka sarlavha qismini chiroyli qilib oldik mana. Qilib olganimizdan keyin ko'rishimiz mumkin mana.
ko'rmoqchi bo'lsangiz nima qilasiz? O'ntani bosasiz, rejim forma. Mana ular bilan chiroyli ko'rinishga kelibdi. Bo'ldi. Bu turadi. Yana rejim konstruktorga o'tib qolgan qismi qiladi. Endi bularni hammasi belgilanadi. Uning uchun bundoq sichqonchani ushlab turib bundoq chizib yuboramiz. Hammasi belgilanadi. Belgilagandan keyin xo'p, konstruktor formaga formatga kiramizmi? Yo'q, mana glavniga kiramiz. Glavniga kirib turib, mana shriftini o'zgartiramiz. Shriftini keling Times New Roman tanlaymiz. 12 shrift bo'lsin. 12 shrift bo'lsin, keyin kursivniy bo'lsin, anaqa chiroyli chiqadi. Endi orasidagi masofalarni ham kengaytirib qo'ysak, bir xil qilib qo'yamiz. Oldin bir xil qilib qo'yamiz. Qarang. Xo'p, bir xil qilish uchun formatga kiramiz endi. Porядочga kiramiz ekan. Interval deymiz. Увеличить interval по вертикали deymiz mana. Sal kengaytirib beradi bizga. Kengaytirib beradi. Undan keyin hop, увеличить по горизонтали ham deymiz. Ozgina kengaytirib beradi bu yoqqa ham. Qani, ikki marta qilib bo'ldi, unaqa kengaytirmaydi ekan. Mana uni kengaytirishni o'zimiz bundoq qilib qo'lda qilsak ham bo'ladimi, bog'lar qiladigan bo'lsak. Ozgincha bu yoqqa kengaytirishimiz ham mumkin. Sababi hozir kengaymayotgan sabab mana bu yer anaqa bo'lib turibdi. Shuning uchun ozgina bu yoqqa siljitishimiz mumkin. Ko'p emas, ozgina siljitishimiz mumkin. Mana endi ko'ramiz ko'rinishini. Hop, rejim formaga o'tamiz. Mana oldingidan ko'ra anchagina chiroyli ko'rinishga bo'ldi. Endi konstruktor rejimga o'tamanda endi boshqaruv elementlari qo'shaman bunga. Boshqaruv elementlari qo'shish uchun tak konstruktor formaga kiramiz. Mana bu tugmalar hammasi birgalikda boshqa elementlar. Mana element upravleniya yozib qo'yibdi. Boshqaruv elementlar. Men bu yerga tugmacha qo'shaman. Qanaqa tugmacha hozir aytaman. Knopka deganni bosaman. Bosib turib, mana bu yerga shu knopkani bu kategoriyani o'ziga chizaman mana. Shunday bo'lib chizaman. Chizdimmi? Endi mana переходы по записям. Demak, yozuvlar bo'yicha o'tish degani bu. Demak, oldingi yozuvga o'tishni belgilayman. Предыдущий запись, oldingi yozuvga o'tishni belgilayman. Bu yerdan mana birinchi bu yoqdan. Bu yerdan oxirdan bitta oldinman. Предыдущий запись. Dalya deyman. Xo'p, risonik qoladi. O'zi risonikka beradi, o'z ko'rasiz, chiroyli risonik bo'ladi. Dalya deymanda, готово deyman. Mana, ko'rdingizmi? O'zi bu yerda oldingi yozuvga o'tishni silkasini beradi. Endi xuddi shu ishni keyingi yozuvga o'tish uchun mana bitta katta tashlab turib, mana bu yerga chizaman mana. Chiroyli qilib tekis qilib chizsanglar bir xil ko'rinishda bo'ladi. Mana bunda turadi. Endi следующий запись. Keyingi yozuvga o't. Bu oldingi yozuv edi, bu keyingi yozuv. Bu silkasi bu yoqqa qaragan bo'lib chiqadi. Dalya готово deymiz mana. Buni qilib oldik. Ana endi yozuv qo'shish tugmasini qo'yaman. Endi yozuv qo'shishni kattaroq qilaman. Sal kattaroq deyman. Yozuv qo'shish deb yozib qo'yaman. Sal kattaroq qilaman. Tak, hop. Endi обработка записи tanlaymanda, mana добавить запись, ya'ni yozuv qo'shish degani. Shuni tanlab qo'yaman. Dalya. Xo'p. Mana bu yerga tak yozuv qo'shish deb yozib ko'raylik hozir, bo'lmasa o'zini o'zgartirib. O'zini o'zgartirsam ham bo'ladi. Hozir shuni shu yozuv qo'shish deb yozib ko'raylik-da. Qo'shish. Maqsad keyingisini o'zgartiraman. Dalya deyman. Knopkaga motorimizni to'g'ri tegmaymiz bunga. Bo'ldi, mana yozib qo'shish. Endi tabii kattalashtirib qo'yaman. Qarang, yozib qo'shish kichkina bo'lib qolibdi, sal kattalashtirib. Mana ular bilan teng qo'yaman. Balandligi shu bilan teng bo'ldi. Mana yozib qo'shish bo'ldi. Mana. Agar bu yozib qo'shib chiroyli yozilsin deydigan bo'lsangiz, u holda bu tomondan qilishingiz kerak bo'ladi. Shriftni tanlashingiz kerak bo'ladi. Mana hozircha biz mana shriftlarni 11 shrift turibdi. Uni 12 qilishimiz mumkin. Xo'p, anaqa shrift ekan. Times New Roman ekan, hozir ko'ramiz. Shrift razmeri 12, o'rtaga tekislangan. Xo'p, shrift ekan. Hoshim shetal shriftni topib o'zgartirsa ham bo'ladi. Hozir. Shriftni qayerda ekan? Bu ekrana. Tip рисунка расширена, высота,
Mana shift Arial ekan. Arial o'rniga Times New Roman qo'shib qo'ysam bo'ladi buni ham. Savol yozib turadi tepadagi bo'lsa. Tak, Times New Roman. Biz ko'p ishlatiladigan nimamiz. Times New Roman. T'ga boramiz. To'g'ri T'ga qadaymiz. T'ga qildirib aylantirib, Times New Roman. Mana. Kursivni qilib qo'yaman. Demak, kursiv da qilib qo'yaman mana. Da deb qo'ysam kursivni bo'ladi. Mana yozib qo'yish chiroyli bo'ldi. Shu bo'ldi. Xo'p, buni kerak. Agar bu chiqayotgan bo'lsa, bu yerdan chiqarsanglar bo'ladi. Bu yerdan chiqib qo'yish mumkin mana. Xo'p, yozib qo'yishni qildim. Endi formadan chiqib ketish tugmasini qo'shaman. Bosaman. Keyin yozuv o'chirishni ham qilaylik. Kelar. O'sha yozuv qo'shish, tagiga o'chirish qilamiz buni. Farqi yo'q, yoniga qo'shib ham bo'ladi. Mana bu yerga qo'shib ham bo'ladi. O'chirishda. O'chirishni ham qo'yaman. Kamsitlarni o'chirish uchun bu yoqqa o'chirish qilaylik. Xo'p, обработка записи deymiz. Удалить запись degan qo'yamiz mana. Dalya. Tak, mana bu yerga yozuvni o'chirish. Yozuvni o'chirish. Qiyin ish emas o'rtoqlar. O'chirish. Dalya deymiz. Knopkaga bosib o'zi qoladi. Da готово. Endi buni ham xuddi shunday qiladigan bo'lsak, yana nima qilamiz? Buni ochib olamiz so'zlasin. Endi xo'p, qayerda edi? Demak, hop. Ikkita topdik-ku. Hop, razmer shiftni 12 qildik. 12da keyin to Arial va shift yozilganini ochamiz-da, Times New Roman'da oxirdan tanlaymiz. Times New Roman deymiz. Kursiv degani bor mana qay. Kursivni daq qo'yamiz mana. Daq qo'yamiz. Chiroyli chiqishi uchun bu. Hammasi nimaga chiroyli chiqishi uchun. Hop, biz universitetda o'qiganimizda domlamiz bor edi. Sodiq Mirsayev aka degan. O'sha aytgandi. Programmirование это искусство. Ya'ni dasturlash bir san'at degani. Chiroyli qilish, boshqa qilish qaysi san'atga kiradi. Mana bu sal nima qilamiz? Kattalashtirib qo'yamiz mana. Ko'rdinglarmi? Kattalashtirib qo'ydik. Ana endi hop, o'chirishni yozdik. Kamashaba. Endi chiqib ketishdi. Formadan chiqib ketish tugmasini qo'yaman. Mana bitta tugma qoldi. Oxirgi formadan eng keraklilarini qo'yamiz. Boshqa tugmalar ham qo'yish mumkin. Xo'p, mana bu yerga bitta katay qilaman. Endi обработка записи demak bu yerda работа с формой da mana. Закрыть forma mana. Работа с формой, yo'dan закрыть forma. Bosaman, dalya deyman. O'zi rasman, eshitib rasm qo'yib beradi ekan. Dalya deyman, готово. Mana ko'rishda eshitib rasm qo'yib. Ana endi buni bosib saqlayib qilaman. Bir marta bosib saqlayib bo'ldi. Endi buni forma rejimiga o'taman. Mana qaranglarki, qanaqa ichi bor. Oldin yozib o'tish. Oldin yozib yo'q ekan, keyin yozib mana. Bitta yozib bor ekan menda mana. Bitta yozib bor ekan mana. Yangi yozib qo'shish uchun buni bosamiz mana. Forma top-toza bo'ladi. Hop, o'chirish uchun buni bosamiz. Mana o'chirish uchun, chiqib ketish uchun buni bosamiz. Tushunarli o'rtoqlar. Mana mana shu ishlarni chiroyli qilib bajarasizlar. Keyin bajarganlarga qarab men sizlarni baholayman. E'tiboringlar uchun rahmat.